13 dekabr Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Meclis sayılımında Xitay, Rossiya ve Kuba Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining a'zoligiga saylandi. Kişilik hukuk teşkilatlari buni qorong'ulik qoplagan kun deb atadi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo bayonot e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining mustabid hokimiyatni qabul qilganligini ayblab, Amerikaning Birleşken Devletler Teşkilatıga a'zo davlatlarni Kişilik hukuk kengishini isloh qilishga izchil harakat qilishga chaqirgan bo'lsa-mu, afsus bu chaqiriqlarga parvo qilmaganligini. Amdilikda Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Meclisi Xitoy, Rossiya va Kuba qatorliq qo'rqinchli kishilik huquq xotirasi bor davlatlarni yana saylaganligi. Demak, bu saylam Amerikaning kishilik huquq tashkilotidan chekinishi, boshqa yo'l va fursatlar orqali kishilik huquqini qo'g'dash va ilgari surishning to'g'ri ekanligining yana bir isboti deganlarni bayon qildi. Trump hukumati 2018-yili Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengishidan chekinib, mazkur tashkilotning Isroiliyaga izchil bir taraflama qarash ekanligini va a'zo davlatlarning belgilamalarining kishilik huquqqa eg'ir daxli taruz qilgan davlatlarning kengashda o'rin olishiga yo'l qo'yganligini tanqid qilgan. Oldingi hafta Yevropa, Amerika va Kanadadagi kishilik huquq tashkilotlari birlashmasi Birleşken Devletler Teşkilatı Kuzatish Tashkiloti Birleşken Devletler Teşkilatıga a'zo davlatlarni kishilik huquq kengishiga Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabiston, Kuba, Pokiston va O'zbekiston qatorliq davlatlarning o'z ichidagi kishilik huquq xotiralarining nacharligidan kengashning a'zosi bo'lishga layoqatsiz ekanligini bildirib, ularning saylanishiga qarshi turishga chaqirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenevadagi ijroiya direktori Xelil bu mustabid hokimiyatni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk so'chisi qilib saylash xuddi bir to'p banditlarga qo'ral tutqizganga o'xshash. Bugun kishilik huquq uchun qorong'u bir kun bo'ldi degan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengishining bosh organi Cenevada bo'lib, 47 a'zo davlatdan tarkib topgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Umum Meclisi Kişilik Hukuk Kengishi nomsiz bilet tashlash orqali Boliviya, Angliya, Xitoy, Kuba, Fransiya, Gabon, Malawi, Meksika, Nepal, Pokiston, Rossiya, Senegal, Ukraina va O'zbekiston qatorliq 15 nafar a'zo davlatlar saylagan. Ularning xizmat o'tash muddati 3 yil bo'lib, 2021-yil 1 yanvardan boshlangan.